Ojizlik atrofingizda chiqishi imkoni bo'lmagan tor zindon paydo qilganida, muhtojlik sizni o'rab olib, g'am kulfatlar hamla qilganda, tashvishlar ko'payganda, ruhingiz o'zi bilmagan tomonga qocha boshlaganda darhol barchaning hojati tushadigan zotga murojaat qiling. Shunda behojat zot barcha ehtiyojingizda sizga madad beradi. Bu hayotda kuchli bo'lasiz. Voqelikka tik boqasiz. Maqsadingiz yo'lida qat'iyatli bo'lasiz. Behojat zot bilan yangidan ahd tuzing va ertangi kuningiz buguningizdan yanada yaxshiroq bo'lishiga ishoning. Behojatlik ko'rib turganingizdek somat, jilvador, ma'nodor, aytilishi oson, alohida ulug'likka ega ism. Allohga hojatimiz tushishi ibodatdagi ixlosning eng oliy ko'rinishidir. Ibodatida ixlosni ko'p qilgan insonning qalbi Mavlosiga itoat etish, unga muhtoj bo'lish va faqat o'ziga iltijo qilish sifatiga ega bo'ladi. Somat, behojat zot kim ekanini anglash uchun behojatlik olami tomon sekin-asta yura boshlaymiz.